Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-mart. Tovuqlarni poliga demak, apilka solganimizga 6 oydan sal oshibdi. 15 sm qalinlikda qilib solgan edik. 6 oyga yetib berdi. Endi ichlari go'ngga to'lib, ozgina hidi ham bor. Endi buni almashtirib tashlaymiz. Hozir mana go'nglarini olib chiqib tashlayapmiz. O'rniga yo apilka solamiz yana qalin qilib yoki somonmi, hashaymi solib qo'yamiz, yana 6 oyga yetadi degan umiddaman. Hurmatli muxlislar, mana tovuqxonani polini tozalab qo'ydik. Go'nglarini chiqarib, eski apilkalarni chiqarib tashlab, hozir endi apilka topolmadim. Qoplangan somonlar bor edi, eski somonlar. Ben şunlardan solib qo'ydim. Iloji boricha qalinroq qilib sovurish kerak. 10-15 sm qilib yaxshi bo'ladi, anchagacha yetadi. Yarim yilda bir marta tozalab turasizlar. Shunaqa gaplar. Ana tovuqlarning oyog'i quruv turish kerak. Shunda yaxshi tuxum qilib turadi degan umiddaman. Allohdan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar.